Havdagi kurash, Xo'janiyozov yanada yuqoriroqqa ko'tardi va gol urilmoqda. Shortdan hisobni tenglashtiryapti. Jarima maydonidagi pala-partishlik hozir xalal berdi Surxonga. Mana havodagi kurash. Muhammadov yetkazib berdi, yo'q. Berdi ofsayd yo'q. Qoida buzildimi hujumda? Kurash bor bu yerda. Turtib yubordimi? Hakam tomonidan qabul qilinadi va gol. 1-1 hisob tenglashdi. Rostdan ham jiddiy gol. G'anisher Qodirov, yosh o'yinchi, gol muallifiga aylandi va hisobni tenglashtirdi. 1-1.